Tabiiy fanlar fakultetida akademik olim O'zbekiston Fanlar akademiyasi Botanika instituti direktori Tojiboyev Komiljon Sharabiddinov va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tashrif avvalida akademik olim salkam bir asrlik tarixni o'zida aks ettirgan universitetning Qatag'on qurbonlari muzeyi bilan yaqindan tanishdi. Tadqiqotchi olimlar, professor o'qituvchilar, ilm ahli hamda izlanuvchan va iqtidorli talaba yoshlar ishtirok etgan tadbirda esa Markaziy Osiyoda o'simliklar xilma-xilligini tadqiq etishning yangi istiqbollari hamda botanika ilmining bilimdoni va yoshlar murabbiysi mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Ochiq muloqot tarzida tashkil etilgan uchrashuvda yosh olimlar, tadqiqotchilar, talaba yoshlar tomonidan berilgan savollarga batafsil javoblar berildi. Atrof muhit, biologik xilma-xillik, jumladan o'simliklar xilma-xilligi to'g'risidagi bilimlar saviyasini ortib borishi, ularning takomillashishi keyingi paytda bu jarayonga professional soha vakillaridan tashqari keng jamoatchilikni, jumladan talabalar, o'quvchilarni ham jalb etishni taqozo etmoqda. Chunki hozirgi kunda global biologik xilma-xillik to'g'risidagi ma'lumotlar ko'lamining katta qismi bu fuqarolik fani orqali to'planmoqda. Bunda universitetlarning roli nihoyatda ortib bormoqda. Shundan kelib chiqqan holda bugun Farg'ona davlat universitetining mana shu yo'nalishda ta'lim olayotgan talabalar, professor o'qituvchilari bilan uchrashuv o'tkazish orqali Fanlar akademiyasi botanika institutida erishilgan yutuqlar, hozirgi kunda biologik xilma-xillikda ro'y berayotgan trendlar, o'zgarishlar, erishilgan yutuqlarni o'rtoqlashish barobarida mana shu jarayonga Farg'ona davlat universitetining jamoasini, jumladan iqtidorli talabalarini jalb etish borasidagi uchrashuv o'tkazildi. O'ylaymanki, bu uchrashuv maroqli, samarali o'tdi va o'zining keyingi kunlarda qisqa vaqt oralig'ida natijasini beradi deb o'ylayman. Bundan tashqari Farg'ona davlat universiteti hozirgi kunda O'zbekistonda botanika fanini rivojlanishiga juda katta hissa qo'shib kelmoqda. Universitetning bir qator bitiruvchilari Fanlar akademiyasining botanika institutida yoki boshqa akademik institutlarda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishmoqda. Ularning ayrimlari xorijiy yetakchi ilmiy tadqiqot muassasalarida o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishdi va ular O'zbekistonga qaytgandan keyin Farg'ona davlat universitetida Fanlar akademiyasi botanika institutida o'zining xorijiy analoglari bilan raqobatlasha oladigan darajadagi tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ularning natijalari mana hozirgi kunda xorijning yetakchi bir qator nufuzli ilmiy nashrlarda chop etilib, olib borilayotgan tadqiqotlarning sifatini, saviyasini ko'rsatib kelmoqda.